Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun men sizlarga sentrifugani qanday ishlaydi, yana ichki tuzilishi, ichida qanday detallar borligini ko'rsatib bermoqchiman. Sentrifugamiz 220 volt 50 Hz ga ishlaydi. Mana tarmoqqa ulangan. Mana bu yerdan 1000 dan 1.5-3000 oborotgacha aylanadi bu sentrifugamiz. Ya'ni mana ko'rib turibsizlar, 1000. Mana buni ustidan ko'rsa bo'ladi. Bu sentrifugamiz hozir ishlayotgan jarayoni. Mana o'chirdim. Endi bu sentrifugamiz ichida qanday elementlardan tashkil topganligini ko'rsatib bermoqchiman. Mana bu xavfsizlik uchun bu qopqog'i birdaniga ochilib ketmaydi. Buni qo'yib, tiqib, sababi bu xavfsizlik uchun bu narsa qilingan sentrifugamizga. Mana ko'rib turibsizlar, mana sentrifugamizning materiali nerjavika materialdan yasalgan. Sababi bu zanglamaslik kerak. Chunki bunda qon tahlili uchun o'ta muhim. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda hamma boltni yechish shart emas. Mana 4 ta bolt yechilsa, ust qismi alohida olinadi. Mana yechib oldik sentrifugamizni. Mana ichki qismi mana hozir bu tokka ulangan holatda turibdi. Sizlar texnika xavfsizligiga rioya qilinglar. Hozir buni mana qo'shib ko'ramiz. Mana motorimiz ishlayapti. Bu ichki tuzilishi nimalardan tashkil topganligini hozir birma-bir ko'ramiz. Buni 220 tarmoqdan uzib qo'yamiz buni. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda 220 kuchlanish kelyapti-da. Ikkita saqlagichimiz turibdi mana boshida, ikkita saqlagich. Bu saqlagich orqali bittasi transformatorga ketyapti. Ikkinchi saqlagichimiz mana bu asinxron motorga kelyapti. Asinxron motorimiz mana bu yerda yozilgan 220 volt 50 Hz da ishlaydi. Ya'ni bu yuqori kuchlanishda ishlaydi. Asinxron motorimiz, bu yerda transformator, ikki xil transformator bor, bilamiz, kuchaytiruvchi va pasaytiruvchi. Bu yerda pasaytiruvchi transformatordan foydalanilgan. Ya'ni bu mana boshqaruv qismiga plata orqali bu motorni boshqaramiz. O'sha boshqaruv qismiga kuchlanishni pasaytirib berish uchun ishlatilyapti bu yerda. Bu yerdagi mana kondensatorga keladigan bo'lsa, kondensatorimiz 500 volt 4 mikrofarad ekan. Bu motorimiz uchun qo'yilgan, ya'ni motorimizni